Videoni o'tkazib yuborishdan oldin sizga bitta savol beraman. Ertaga uyg'onmaysiz desalar nima qilasiz? Dardni Xudo beradi. Siz hech siqilmang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Siz farzandlarni duo qilib turing. Xudo xolasa men bunaqa video qilaman deb umuman o'ylamagandim. Bo'g'zidan qaytarmasan Xudodan Xudo. Ertaga bo'g'zingdan chiqmay qoladigan nafasni hisoboti va bugun qilayotgan ishlarimizni hisobotini beradigan vaqt keladigan kuni bor. Azizlarim, sizlardan iltimos qilardim. Bu videoga juda ham diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Bir singlimiz ertaga uyg'onish umidida, ertangi yangi tong umidida yashab kelyaptilar. Ayni vaqtda jigar sirrozining eng og'ir etapidalar. Aynan hozir singlimiz bilan gaplashamiz. Singlim, avvalo assalomu alaykum. Salomatmisiz? Avvalo Alloh sizga shifo bersin. Singlim, ayni vaqtda vaziyatingiz haqida, oilaviy sharoit haqida aytib o'tishingizni iltimos qilardim. Men egama Marhabot 90-yilda tug'ilganman. Ota-onamnikida yashayman, bir farzandim bilan, yolg'iz ayolman. 1 yildan ziyod bo'ldi jigar sirrozi bilan kurashaman. Eng og'ir bosqichi deyaptilar. 2 martami, 3 martami suvolimni reanimatsionalarga yotdim. Qorin shishlar, taloq kattalashish, xullas o't dimiqish, unaqa kasalliklarim juda ham ko'payib ketgan. Hozir endi qon tomir kengayishi, endi faqat so'rab o'tiribdi doktorlar shu yorilmasin deb. Hozir ham suv bor qornimga. Mana Holatlaringiz. hozir ham suv bor, atsit holati. Albumin olish kerak dedi. Bu endi nima qilsam 6-marta albumin olishimda. 6-marotaba. Bu 3-marta suv to'planishi, 1-marta reanimatsionaga kislorod orqali nima qildi? 2 litrcha suv bo'lganda hozir ham atsit holati deyapti. Agar shulardan o'ta olmasa agar badallarga har xil toshmalar toshib ketaveradi deyapti. Rangim sarg'ayishi, yuzlarim dog' bosib ketgani. Ko'pchilik shu saxovat videolari qilishganda ko'pchilikni men to'shakda ko'ramanda, holatlari og'ir bo'ladi. Siz bilan bog'langan paytim hozir men mahallaga kirdim. Mahalla ham o'zlarini katta yordamlarni qilayotganlarini, qo'ldan kelgancha shifokorlar ham bu yerda qarab turmaganlar haqida ma'lumot berishdi menga. Hammaga rahmat. Mahalla do'stlarimiz ham, qishloq do'stlarimiz kim qarab o'tirgani yo'q. Shifokorlarimiz ham, hukumatdan ham hamma chiqib qo'ldan kelgancha yordam qilyaptilar. Hozir shifokorda ham o'zlarining so'zlarini qo'yamiz, chunki yonlaridan keldik. O'zlari ham bu narsa haqida ma'lumot berildi. Ma'lumot yuzasidan hozir shifokor maslahatini ham olamiz. Jigar sirrozi bilan kasallanganlar u kishi. Endi dekompensatsiya bosqichi turibdi hozir. Xo'p, qaytmas jarayon. Hujayrani o'sha hozirga qolganini ushlab tursak, bizga endi o'zlariga ham bizga ham foydasi o'sha. Lekin virusni birinchi o'ringa mana o'zbekcha qilib, dehqoncha qilib aytganimizga uxlatish kerak. O'sha dori darmonlarni ichib nima qilib yursalar agar uxlatadi. Endi o'sha aslan kerak bo'ladigan narsa finansiy jihatdan, moliyaviy jihatdan yordam qilish kerak ularga. Mana jigar transplantatsiyasiga ham qattiqgina shoshmaslik kerak, chunki gipertenziya boshlangan, portal gipertenziya, taloqlar kattalashgan, shu salkam chanoqda o'rnigacha borgan taloqlar. Endi yeyish-ichishlariga ham ozroq yesalar ham qorindan bo'lib qoladi. Diskomfort bor qoringa, bosib ko'rgan paytimizga ham shu bilinadi-da. Asid suyuqlik yig'ila boshlangan. Suyuqlik olibdi 2 martami? Shunday 2 marta, 3 marta olingan suyuqligini. Holatlari qattiqgina og'ir. Yolg'iz ayol u kishi, onalari ham shu o'ttirilgan parol bilan revmatizm bilan kasallangan. Xo'sh. Doimiy uchetda o'zida nazoratda turadi ekanlar. Holatni ko'p chiqdik. Biz endi sizdan ham bir meditsinskiy ma'lumotlar olaylik deb keldik. Xudo xolasa endi bu yog'i xalqimizdan yordam so'raymiz. Shuni qo'ldan kelgancha yordam bersalar, kimnidir
yana bir kunga umrini uzaytiramiz degan. Shuni inshaalloh endi hech kim ham xudo bila olmaydi aka, lekin imkon qadar yordam qilsa yaxshi bo'ladi-da. Hozir endi bitta narsa borki, mana dori-darmon qittigina qimmat. Narsalar misol uchun 4 kun ichib yoki 5 kun ichib yaxshi bo'lib qoladigan nima emasda, vaziyat emas. Endi surunkali ichib borishlar kerak dorilarni ham, boshqa narsani ham. Lecheniya surunkali qilinadi o'shiga. Bu aytganimda sizga borib lecheniya qildirib keladilar, 10 kun yaxshi, 11-kunda yana qaytib o'sha holat boshlanaveradi. Lekin bu holatda u oilaviy sharoitda bu narsani Qila olmaydi. Imkoniyat ham yo'q ekan. Shuni og'ir narsa-da. Og'ir narsa bu narsa. Misol uchun siz ham inson, mana ham inson tem bo'lishi narsani ichib yurimiz biza qittigina og'ir vaziyat. Vaziyat og'ir. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Operatsiya uchun va bemorimizni dori-darmonlari uchun juda ham katta summa so'ralyapti, lekin men hozir bu xonadonga keldim. Bunaqangi summani to'lab berish imkoniyati yo'q. Biz yana yordam so'raymiz, xudo xolasa birgalikda hammasini qilamiz inshaalloh. Qo'llaringizdan kelgancha qilinglar. O'g'ilzadan qaytarmagan xudodan tepada bor xudo. Inshaalloh. Sizga telefon qilganimda siz aytdingizki, aka men yotkilik emasman, oyog'imdaman, lekin tanamdagi og'riqqa chidolmayman. Holatingiz haqida ma'lumot berganingizda, videodan maqsad singlimizni dori-darmonlari uchun, operatsiyalari uchun moddiy yordamga muhtoj biz hozir to'g'risini aytadigan bo'lsak. Lecheniyadagi dorilar ham juda ham qimmatga tushadigan ekan. Ayni vaqtda operatsiyani o'zini 45-40 million atrofida bo'ladi deyaptilar. Bu donordan tashqari 100-150 atrofida summa kerak bo'lyapti. Toshkentda rejalashtirilyapti operatsiya. Mehribon xalqimizdan so'rab qolardik, iltimos qilardik. Qo'lingizdan kelguncha men hozir video ostiga karta raqam qo'yaman. Bu karta raqam o'zlarining egalari va telefon raqamlarini ham qo'yib qo'yaman. O'zingizdan so'rab bilib turasizlar holatlarini. Bir insonni dardiga befarq bo'lmaymiz. Bugun qilayotgan ehsonlaringiz har bitta qilayotgan insonlarni 1000 so'm bo'lgan taqdirda ham ertaga qiyomatda savol javobi buni katta bo'ladi, ehsonni hisoboti. Singlim, ilohim, siz ham kasal bo'lmang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana xalqimiz bilan birgalikda inshaalloh hammasini qilamiz. Ilohi amin. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Har bir xonadonda xayr baraka bersin. Ana shu kasallarimiz barchasiga Alloh shifo bersin. Ana shu ko'makda yordam qilinayotganlar hammasi baraka topsinlar. Niyatlarga yetsin. Kim nima niyat qilibdi, Xudo taolo har bir bandani niyatlariga yetkazib yursinlar. Ilohi amin. Oblarga Alloh shifo bersin, farzandlar hammalariga. Nasib bo'lsin. Shunaqangi men ularning holatini ko'rdim. Endi to'g'ri aytadigan bo'lsam, men syomka qila olmayman. Uylarini holat juda ham og'ir holatda. Bu holatda bu insonlar uchun bunaqa summada davo topish va davolanish oson emas. Shuning uchun iltimos qilamiz. Qo'lingizdan kelganlaricha maksimal darajada yordam bering. Iltimos. Salomat bo'linglar, rahmat. Yordam berish kerak.